Abdulla Qahhor. Ayb kimda? Hamroyev kechki ovqatdan keyin birpas cho'zilmoqchi bo'lgan edi. To'g'ri kelmadi. Narigi uy to'polon, bolalar bir-birini yostiq bilan urib o'ynab yotibdi. Soat 8:30 da majlisga borishi ham kerak. Kecha Hamdam ota-onalar majlisi bo'lishi to'g'risida maktabidan qog'oz olib kelgan. Hamroyev hech qachon majlisga borgan emas, ammo fursati bo'lganda bir tayyorlanib bormoqchi va bola tarbiyalashni bilmagan yoki bu ishga sovuq qaragan o'qituvchilarni uyaltirmoqchi edi. Bu niyat uning xotini Sobiraxonga juda ma'qul bo'ldi. Gapiring, izza qiling. Bolalar maktabda o'qib qaytib bevosh bo'lib ketyapti. Siz uyda yo'q vaqtda hamdamingiz dastidan menga kun yo'q. Ilgarilar urib yengar edim. Endi uray desam qochib tomga chiqib ketadi. Tomda turib menga tilini ko'rsatadi. Hamroyev keyin daftariga nimalarnidir yozdi. Xo'sh, tag'in nimalar qiladi? Tag'in ursam baribir og'rimaydi. Bir xir kuladi. Ha, aytgancha, 1 yildan beri biron marta aya deganini eshitganim yo'q. Hamisha Turondot deydi. Hamroyev kulib yubordi. Bu laqabni Sobiraxonga o'tgan yili bayramda birovnikiga mehmon bo'lib borishganida o'zi qo'ygan va shu bilan hammani kuldirgan edi. Turondot deydimi? Lekin buni majlisda gapirib bo'lmaydi. Lekin bir tomondan gapirilsa ham bo'ladi. Bola degan kattalarning gapini gapirmasligi kerak. Albatta, maktabda shunaqa narsalarni o'rgatmasa nimani o'rgatadi? Quruq ilm bilan bola bo'lar ekanmi? Hamroyev Sobiraxonning shikoyatlarini gazetalarda o'qigan, odamlardan eshitgan tarbiyaga doir gaplarni yozib qo'yadigan daftarini to'ldirdi. Keyin bularning hammasidan xulosa chiqardi. Men biron qog'ozga o'qimasdan qo'l qo'ysam, sen biron ko'ylakning yoqasini qiyshiq qadab qo'ysang, ishga sovuqqonlik bilan qaraganimiz uchun javobgar bo'lamiz. Nima uchun bola tarbiyasiga sovuqqonlik bilan qaragan o'qituvchiga qonun yo'q? Qani, chaqir bu yoqqa Hamdamni. Narigi uydan uvadasi chiqib ketgan yostiqni ko'tarib Hamdam chiqdi. O'tir bu yoqqa. Xo'sh, sen nima uchun ko'cha bolalariga o'xshab axloqsizlik qilasan? Hamdam yostiqni kursiga qo'yib, ustiga o'tirdi va onasiga qaradi. Men so'rayotibman, menga qara. Nima qilganingni bilmaysanmi? Nima uchun oying urganda, xayr, bu ham mayli. Nima uchun oyingni aya demay, yo'q, nima uchun tomda turib ayangga umuman tomlarda yurar emishsan? Yer ko'tarmaydimi? Maktabda senga shuni ta'lim beradimi? Qani daftarlaring? Hamdam ayasiga qaradi. Yo'q, tomni qo'y, menga daftarlaringni ko'rsat. Bu yil o'qish boshlangandan beri nechta a'lo baho olding? Bitta ham yomon baho olganim yo'q, mana. Xo'p, hozir ko'ramiz. Yaxshi, o'rta. Qani a'lo? Ruschada nima uchun yaxshi? A'lo o'qisam ham o'qituvchimiz yaxshi qo'yadi. A'lodan yaxshi deydi. Ha, hali siz yolg'on gapirishni ham bilasizmi? Qani beriroq kel, ko'zimga qarab. Yaxshi deydimi? Hamdam yolg'on gapirishning bunday oqibatini umrida birinchi ko'rishi edi. Yig'lab yubordi. Menga qara deyman. Kim o'rgatdi senga yolg'on gapirishni? Qaysi domlang? Sobiraxon aralashdi. Qo'ying endi, minbat yolg'on gapirmaydi. Voy tavba, ruschada nega yaxshi balodek gapiradi shekilli-ku? Hamroyev Hamdamning qulog'idan cho'zib o'ziga qaratdi. Tag'in yolg'on gapirasanmi? Bundan keyin yolg'on gapiradigan bo'lsang bilib qo'y. Men oyingga o'xshab og'rimaydigan qilib urmayman, a? Shu yolg'on gapingdan keyin ruschadan yaxshi olganingga ham ishonmayman. Qani, xo'sh, masalan, choynakning qopqog'ini ruscha nima deydi? Samovarning jo'mragini nima deydi? Hamdam ikkovini ham bilmadi va yig'laganicha narigi uyga kirib ketdi. Hamroyev qo'yin daftarini olib nimalarnidir o'chirdi. Yana nimalarnidir yozdi. Yo'q, dedi daftarini cho'ntagiga solib. Bu ishga jiddiy qarash kerak. Shunday bo'lgandan keyin majlisga jiddiy tayyorgarlik ko'rib borilmasa bo'lmaydi. Tarbiyaga doir kitob ko'p. Soat 8 bo'ldi, dedi Sobiraxon. Hamroyev o'ylanib qoldi. Borsa albatta gapirish kerak. Gapirmaydigan bo'lsa borishning keragi yo'q. So'zga chiqqanda gapni nimadan boshlaydi?
nima to'g'rida gapiradi va qanday xulosa chiqaradi? Yo'q, bu xilda borishdan foyda yo'q, Turandot dedi. Bu safarcha siz boring. Men yangi safar jiddiy tayyorlanib ko'rib boraman. Qo'ysangizchi, umrimda bormagan joyimga qanaqa qilib boraman? Mening borishimdan nima foyda? Foyda bo'lmasa ziyon ham yo'q-ku. Er xotin foyda ziyon to'g'risida tortishib, soatni 8:30 qilishdi. Hamdam chiqdi. Nima qilib o'tiribsizlar? Direktor juda tayinlagan edi. Xatni topshirmagandirsan deb ertaga meni urishadi. Oying bormaydi. Borishidan foyda ham yo'q. Men yanagi safar boraman. Mudir so'rasa, shunaqa deymanmi? Nega? Kap-katta bo'lib shunga ham vaj topolmaysanmi? Dadam ishdan kech keldi, oyim betob yotibdi degan. Hamdam dadasiga qaraganicha uzoq turib qoldi. U ertaga xuddi shunday deydi.